Bugun nazariy mexanika fanining statika bo'limidan ikkinchi mavzuni ko'rib chiqamiz. Ikkinchi mavzu bog'lanishlar va bog'lanish reaksiyalari deb nomlanadi. Bu mavzu quyidagi rejadan iborat: bog'lanishlar va bog'lanish reaksiya tarifi, ikkinchi bog'lanish turlari, uchinchi bog'lanish reaksiya kuchlari yo'nalishi. Bu mavzuni to'liq o'zlashtirish uchun quyidagi adabiyotlar va internet saytlarini tavsiya etamiz. Demak, birinchisi bog'lanish ta'rifi. Jismning harakatini cheklovchi sababga bog'lanish deyiladi. Bog'lanishni jismga ko'rsatadigan ta'siriga reaksiya kuchlari deyiladi. O'z bog'lanish turlari necha xil bog'lanish turlari mavjud? Barcha jismlar nazariy mexanikada ikki gruppaga ajratiladi. Birinchisi erkin jismlar, erkin emas jismlar. Agar jism fazoning istalgan yo'nalishida harakatlana olsa, bunday jismlar erkin jismlar deyiladi. Bunga misol tariqasida aytishimiz mumkin: havoda harakatlanayotgan samolyot va shar va hokazolarni misol qilishimiz mumkin. Bu tushuncha nisbiy hisoblanadi. Ikkinchisi, agar jismning harakati biror yo'nalishda cheklangan bo'lsa, bunday jismni erkin emas yoki bog'lanishdagi jism deyiladi. Masalan, relsdagi vagon, stol ustidagi jism, osilgan doska va shu kabilar erkin emas jismga, ya'ni bog'lanishdagi jismga misol bo'la oladi. Mana bu yerda yuqoridagi ta'rif yana keltirilgan misollar orqali ifodalangan. Mana bu yerda shar teoriy tomonga harakatlana oladi, relsdagi vagon esa faqat o'zi ko'rsatilgan chiziq bo'ylab relsdan chiqa olmaydi. Demak, uning harakati cheklangan hisoblanadi, ya'ni erkin emas jism hisoblanadi. Bog'lanish turlari bilan tanishib chiqsak va ularning reaksiyalari qanday yo'nalganligini o'rganib chiqamiz. Birinchi bog'lanish turi silliq qo'zg'almas tekislik deb nomlanadi. Mana bu birinchi bog'lanish turi uchun ikkita chizma ekraningizda ko'rib turibsiz. Bunda reaksiya kuchi tekislikka perpendikulyar bo'lib, jism qaysi tomonga harakat qila olmasa, shunga teskari yo'nalgan bo'ladi. Ya'ni mana ko'k rangda jism berilgan ikkala rasmda ham. Birinchi rasmga ahamiyat bersangiz, egri sirt ustida harakatlanayotgan shar, demak sirt ustida turibdi. Uning bog'lanish reaksiya kuchi N. Sirtga o'tkazilgan, jism va sirt tegib turgan nuqtasiga o'tkazilgan urinmaga perpendikulyar yo'naladi va N bog'lanish reaksiya kuchining yo'nalishi tepaga qarab, ya'ni jism tepaga harakatlana olmaydi, faqat pastga yerni tortish kuchiga ko'ra harakatlana olganligi uchun mana shu harakat yo'nalishiga qarama-qarshi tomonga yo'nalgan bo'ladi. Ikkinchi qismda ham xuddi shunday. Jism ikkita nuqtada tiralib turibdi. Bu ikkita nuqtada tiralib turgan nuqtasida reaksiya kuchlari ifodalangan yo'nalishi. Keyingi bog'lanish turi egiluvchan yoki elastik jism deb nomlanadi. Bu jismlar cho'zilmaydigan ip, zanjir, qayish yoki sterjeli vositasida osilgan bo'lsa, ularda hosil bo'ladigan reaksiya kuchlari mos ravishda egiluvchan jismlar bo'ylab yo'nalgan bo'ladi. Mana bu yerda rasmda keltirilgan birinchi jismda mana bitta ip orqali bog'langan bo'lsa, tepa qismdan bu jismning og'irlik kuchi P bilan ifodalangan, T esa bu jismning reaksiya kuchi, ya'ni ip bo'ylab yo'nalgan va bu T'ning taranglik kuchining yo'nalishi og'irlik kuchiga qarama-qarshi tomonga yo'nalgan bo'ladi. Ikkinchi jism esa ikkita ip yoki tros orqali tepa qismdan mahkamlangan. Bunda ham iplar yoki tros orqali taranglik kuchlari yo'nalishi tepa mahkamlangan tomonga qarab yo'nalgan, ya'ni og'irlik kuchiga qarama-qarshi yo'nalgan bo'ladi.
Keyingi bog'lanish turi sharniylar qo'zg'almas tayanch deb nomlanadi. Mana ekraningizda ko'rib turibsiz. Bu tayanch jismning ilgarilanma harakat qilishiga to'sqinlik qiladi. Jism sharnir atrofida aylanadi. Bunda reaksiya kuchi mana R yo'nalishi bo'yicha bo'ladi. Bunda reaksiya kuchini aniq yo'nalgan yo'nalishini topa olish imkoniyati yo'q. Bu reaksiya kuchini yo'nalishini aniqlash uchun reaksiya kuchini X va Y o'qlardagi proyeksiyalar, ya'ni X, Y'larni kuchlarini topganimizdan keyin, uni miqdori va yo'nalishini aniqlaganimizdan keyin bu kuchlardan to'rtburchak yasab olib, to'rtburchak diagonali bo'ylab bu bog'lanishning reaksiya kuchi yo'nalishi kelib chiqadi va miqdorini topish uchun mana Pifagor teoremasidan foydalanishimiz mumkin yoki statikaning parallelogram aksiomasidan foydalanilgan holatda bu yerdagi bu kuchlarning, ya'ni X va Y kuchlarining teng ta'sir etuvchisi aniqlanadi. Ikkita jismning o'zaro birlashgan joyiga mana ko'k rangda ko'rsatilgan sharnir deyiladi. Sharnir atrofida jismlar biri ikkinchisiga nisbatan aylana oladi. Mana bu yerda qo'zg'almas sharnirlar tayanchga oid bo'lgan misol keltirilgan. Kattalashtirib ko'rsatilgan. Mana o'zi. Sharnirlar qo'zg'almas tayanchi misollar. Keyingi bog'lanish turi sharnirlar qo'zg'aluvchan tayanch deb nomlanadi. Mana ko'rib turibsiz, yuqoridagi bog'lanish turidan farqli bu yerda g'ildirakchalar mavjud. Sharnirlar qo'zg'aluvchan tayanchning pastiga yumalaydigan g'ildiraklar qo'yiladi. Sharnirlar qo'zg'aluvchan tayanchning reaksiya kuchi g'ildirak harakatlanayotgan tekislikka perpendikulyar yo'nalgan bo'ladi. Sharnirlar qo'zg'almas tayanch. Keyingi bog'lanish turi bir uchi devorga qisib mahkamlangan balka deb nomlanadi. Agar AB balkaning A kuchi devorga qisib mahkamlangan bo'lsa, A nuqtadagi bog'lanish reaksiyasining ikkita tuzuvchisidan tashqari balkaning A nuqta atrofida aylanishiga to'sqinlik qiluvchi reaksiya momenti ham mavjud bo'ladi. Bu yerda demak, teng ta'sir etuvchi o'sha reaksiya kuchining yo'nalishini aniqlash uchun uning X va Y o'qidagi proyeksiyalarni topishimiz kerak va shu bilan birga bu yerda hosil bo'ladi qo'shimcha yana reaksiya momenti hosil bo'ladi. Keyingisi bir uchi gorizontal bo'ylab siljishga yo'l qo'yadigan qilib mahkamlangan balka. Bu yerda mana ko'rib turibsiz. Vertikal harakatlanish cheklangan va aylanma harakatlanish cheklanganligi uchun vertikal bo'yicha Y va aylanma harakat bo'yicha moment reaksiya kuchi hosil bo'ladi. Keyingi bog'lanish turi bir uchi gorizontal ham vertikal bo'ylab siljishga yo'l qo'yadigan qilib mahkamlangan balka. Bu yerda bu balka vertikal ham gorizontal ham harakatlana oladi, faqatgina harakatlanish cheklangan bo'ladi. Aylanma harakatlanish cheklangan bo'lganligi uchun bu yerda moment reaksiya kuchi hosil bo'ladi. Jism sferik sharnir vositasida bog'langan bo'lsa, bu sharnir o'z markazi O'dan o'tadigan har qanday o'q atrofida jismni aylanishiga to'sqinlik qilmaydi. Sferik sharnirning reaksiya kuchi O nuqtadan o'tadi, lekin qaysi tomonga yo'nalganligi noma'lum bo'lganligi uchun demak bu yerda mana X, Z, Y yo'nalishi bo'ylab bu reaksiya kuchining proyeksiyalarini topib olamiz va bu bog'lanish turida hosil bo'ladigan reaksiya kuchini qiymatini va yo'nalishini aniqlay olamiz. Bugungi mavzu bo'yicha takrorlash uchun savollar, mustahkamlash uchun savollar keltirilgan. E'tiborlaringiz uchun rahmat.